Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish quvozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videorolikimiz, ya'ni sotuvdagi parranda 1+1. Ya'ni xo'rozimiz tozaqon Avstralop, makiyonimiz Jersey. Ya'ni Avstralop deb aldab sotishda keragi yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. Tuxumdagi naq tuxumlab turayotgan Jersey. Xo'rozni ham sifatiga e'tibor bera olasizlar. Kimga ma'qul kelsa 1+1 qilib ham sotishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam alohida keraksangiz makiyonni o'zini yoki bo'lmasam alohida xo'rozni o'zini ham sotishimiz mumkin. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan. Xo'roz yosh narsa, endi pix yorib chiqishda boshlagan, mana ko'rishingiz mumkin. Sifatlarga e'tibor beramiz, dumlariga xudo xolisa bu dum yana o'sadi. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda mavjud. Xo'p, xo'rozni o'zini 500 ming so'm baho aytilyapti. Ana, tasdiqladi. Xo'rozni o'zini 500 ming so'm baho aytyapmiz. Makiyon 350 ming so'm. Makiyon Jersey tuxumda. Bemalol ko'rib olasizlar. Dastlabki qadorsa chiroyli narxda kelishtirib chiqarib beriladi. Videoning nomiga raqamlarimizni chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Navbatdagi sotuvdagi parrandalarimiz Adlerlar. Ya'ni 1+5. Kim agar kamroq miqdorda oladigan bo'lsa 1+3 yoki bo'lmasam 1+4 qilib ham sotishimiz mumkin. Ya'ni bitta xo'roz, bu yerda 5 ta makiyon. Qirg'izistondan kirib kelgan privoznoy Adlerlar. Xudo xolisa tuxumda, mana tuxumlashga harakat yotishibdi. Bu yerda mana ozuqalari, donli aralashmalar, 7 xil 8 xil doni bor. Shulardan berib parvarish qilyapmiz. Xo'p, bular ham o'sha yuqorida aytilgan kabi manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida, ya'ni o'zimizning parrandalar. Xo'p, yoshlarga to'xtaladigan bo'lsak, buni ham xo'roz yosh, endi yoshiga to'ladi, pixlari mana endi yorib chiqishda boshlayapti. Makiyonlarimiz 1 yashar. Ko'rinishlariga mana e'tibor berishingiz mumkin. Agarda kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 350 ming so'mdan 300 ming so'mligi ham bor bo'lardi. Ichida faqat ular o'rnaradi. Parnikda. Bular sortirovka qilingan tuxumdagilar, chiroyli sifatlilarni ajratilgani. Bunga ham o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Agar pastda nomer bo'lmasa, demak parranda sotilgan bo'ladi va biz nomerni yechib qo'ygan bo'lamiz. Dastlabki xizmatlari bo'lardek ham kelishilgan holatda mavjud. Mana to'liq bir ko'rib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik.